do'stlar, sizlar Mr. Legendani kanaldasizlar va men bugun zo'r video qilmoqchiman. Bu video kulguli ham zo'r bo'ladi. Va like qo'yib qo'ydinglarmi? Podpisatsiya qilib qo'ydinglarmi? Kolokolchini bosdinglarmi? Va video ketdi. Hammaga salom! Va alaykum assalom deymanmi men sizlarga? Sizlar menga assalomu alaykum deyishinglar kerak. Sizlar menga nimaga assalomu alaykum demayapsizlar? Deylar tezroq. Assalomu alaykum. Men sizlarga o'tiringlar demaymi? Yoki demadimmi? Men sizlarga o'tiringlar demadim-ku. Turib turinglar hali. Ustoz, nimaga biz o'tirib turishimiz kerak? Bizga tushuntirib bering. Nimaga biz turishimiz kerak? Rostdan ham biz nimaga turib turishimiz kerak? Biz charchab ketsak-chi. Sen ifloslar. Senlar o'qituvchini hurmat qilmaysanlarmi? Meni bugun ukam o'tadi. Uni qarshi olinglar. Men kelyapman sizlarning yoningizga. Nima sharaqlatyapsizlar? Uka, bo'pti, men ketdim. Sen yaxshi olsang kerak emas sinfda. Hamma-yu iflos sinfda. Nima birinchi desa kerak? Siz nima deyapsiz, aka? Men bu sinfda tartibga keltirib qo'yaman. Siz kelsiz assalomu alaykum deydi. Aka, bu sinfda men olaman. Aniq menga to'g'ri kelakan. Bo'pti bolalar, men ketdim. Bir kundan so'ng ustoz keldi, nima deyish kerak? Assalomu alaykum. Meni sinfim.